Lag'manni hammamiz qila olamiz, lekin Alloh ta'minidagi chayiz lag'manni ailada sirtkiga o'xshash o'qishtanmaga urib tuqqanliga ta'minat esil chiqdiga usuluna keldim. Qilish usulimi nihoyat oddiy bo'lib, bir liqitim ko'zini chiqib o'rganalaysiz, ham so'ginish boshlaylik ketdi. Avval chayiz lag'man ketilgan materiallar bilan tanishib chiqaylik. Chayizda ko'k qizil laza, so'ng piyoz va chingsay, sho'xla va go'shtlarni bo'lsa suratdagidek mana mushallasi to'g'ri olamiz. Bugun chayiz qo'rg'achqa mayni odatga qarag'an ko'proq qo'yib, may raus to'liq qizig'anda tayyor qilib olgan go'shtni silib, uzoqroq qo'rib suratdagidek mana mushallasi kelgandan keyin so'ng piyoz va piyozlarni silib, bir nechini aralashtirib qo'yib bilan nihoyat oz miqdorda tuz va xo'jav silib, yana davomli 7-8 to'xtamay aralashtirib qo'yib, orqadan chayizni silib surat qarsang bo'ladi. Mana shunday bir nechini aralashtirsaqlar mayni to'liq ichib, may biroqla yo'qaydi. Dal mush vaqtda cho'ng ustamning alohida lag'man tesis qo'stin bir xil silib cho'ng ustamning cho'ngligi bor deb oila lag'man say qo'sam sirtnikiga yog'ich chiqaramayman degan urug' tuqqanlar cho'ng ustamning tesis qo'stin bir sinab baqim ta'minat esil chiqdi. Gibimiz qaytib kelsak, sho'xla va ko'k qizil lazlarni silib bir nechini aralashtirib qo'yib bilan ustiga muvofiq miqdorda suv quyib 5 minut atrofida qaynatib olib, chingsay va samsoqni silib, asti ustini raus aralashtirib etib, nihoyat az miqdorda achchiq suv berib etgandan keyin tuz ta'min etimiz. Nava tuzsiz bo'lib qolsa, mana ma'nodek az miqdorda tuz silib bo'ladi. Qarangman lag'man sayning rangi bo'lamdi, tam jihati bo'lamdi, nihoyat esil chiqdi urug' tuqqanlar. Oiladan mush usul bo'yicha sinab beqinglar. Orqadan silvaga ishimizni taqsiga elib, ustiga sayimizni quyib iste'mol qilsak bo'ladi. Qilish usuli mana shunchalik oddiy, hammasi oxirida qo'llash nihoyat oddiy urug' tuqqanlar. Qo'llash ustidan yurakdan birini besib, pinglar rayoniga gullarni ko'plab yo'llab qo'ysanglar, qo'llinglar rahmat.